Ko'p insonlar benzopilamizni perlavat qilib qo'yapti. Shuning uchun men sizlarga benzopilamizni zavod qilish sirlarini o'rgatib o'taman. Benzinni olamiz. 1 litr benzinga 40 gram dizelni emasda yoki o'zini qizil moydan aralashtiramiz. Mana bu qizil moydan. Bu yonuvchi moy bo'ladi. Sovutuvchi moy bor, yonuvchi moy bor. Sizlarga mana shu moy tavsiya qilaman. 1 litrga 40 gram aralashtiriladi. Benzopilani ochamiz, benzinni solamiz. Bu tarafiga esa septim moylash uchun, steriloban septim moylash uchun moy solinadi. Ya'ni universal eng arzon moydan solsa ham bo'ladi. Moysiz ishlatmang hech qachon. Passos tortamiz o'zimizga. Yoqadiganni yoqamiz, vyuklchatlni. Keyin tortamiz buni. Bir zavod bo'lgandek bo'ladi. O'sha payt passos qaytaramiz. Yoqilgan holatda. Benzopilamizni o'toldirib bo'ldik. Endigi qadam esa buni apketka qilish, ya'ni apketka qilish siri. Buni apketka qilish yumshoq joyga qo'yamiz yoki ilib qo'yamiz. Zavod qilamizda yarim soat 40 minut zavod bo'lib turadi. O'zini xodida gaz bermasdan. Gilza porshini qizdirib qo'yamiz gaz bersak yoki apketkadan chiqarmasak, moyni kam qo'ysak, gilza porshin qizib qoladi. O'shanga e'tibor bering. Roxin har doim xalq uchun ishlaydi.